Уже 4 kundan keyin 8-may hamma yaqindagi podarka olish kerak. Men bo'lsa podarka olishlik uchun shunaqa zo'r do'kon topib qo'ydim. Do'konni kattaligini va shunaqa chiroyli vibrli ko'pligini ko'rib, og'zim ochilib qoldi. Bu Emsan Turkiya brendi hisoblanadi. Turkiyada bularning filiallarini juda ham ko'p joylarda ko'rganman. O'zbekistonda bo'lsa filial ochganiga 1 yil bo'ldi. Faqat shu bitta filial bor. Emsan do'koni har oy shunaqa katta chegirmalar qiladi. Men bu idishlar menga yoqib qoldi. Shunaqa estetikani yaxshi ko'raman. Nabori qaranglar 24 ta bo'ladi. Ichida attigi 849 ming. Shunaqa kundalik ishlatish uchun chini naborlar hammasi 849 ming so'mdan boshlanadi. Videoni boshida ko'rsatdim, donaligi qozon tovolar, tayyor naborli variantlar ham bor. Yo, nabor olmayman desanglar, donaga ham 70% skidkada olsanglar bo'ladi. Tekstillar, yostiq, pastellar hammasi Turkiya mahsuloti. Men bu yostiqning narxini eshitib qolsa shok bo'lasizlar. Attigi 59 ming so'm ekan. Salqin havo uchun pletlar, sarpali naborlar hammasi shu yerda bor. Turkiyaning kachesasi bilasizlar, baribir boshqacha bo'ladi. Bayram yaqin, shoshilinglar. Hamma mahsulotga 70% chegirma. Vaqtidan tezroq foydalanib olinglar.